Assalomu alaykum hurmatli obunachim. Siz bilan Buzruk bloger. Kanalimga xush kelibsiz. Kompyuterda kun bo'yi ishlaymiz, to'g'rimi? Lekin ko'zlaringiz tinchmi? Ekran yorlig'ini to'g'ri sozlanmasa, ko'zlaringiz charchaydi, og'riydi, bosh og'rig'i paydo bo'ladi. Birinchi qadam yorliqni sozlash. Keling birgalikda Windows 10 da yorliqni to'g'ri sozlaylik. Ekranda push parametri. Sistema ekranga kiring. Yarkost slayderini 50-70% da ushlang. Bu ko'zga qulay. Ikkinchi qadam. Tungi nur sozlamasi. Kechqurun ko'k nurni kamaytirish uchun nochnoy svet funksiyasini yoqing. Ekran sarg'ish tusga kiradi. Bu ko'zlaringizga foydali. Parametri nochnoy sveti orqali 19 dan 06 ga oralig'ida avtomatik ishga tushirishni sozlang. Qo'shimcha maslahatlar. Har 2 soatda 5 daqiqa ko'zlaringizni dam oldiring. Tutundan turing, uzoqqa qarang. Ko'zlaringiz minnatdor bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'ling. Buzruk bloger bilan o'rganamiz va qo'llaymiz.